Azizlarim, New York shahri Staten Islandda mana bu millionerlar mahallasida yashagan bo'larmidingiz? Bugun mana shu mahallada uy to'yi vatandoshimiz orqamda turgan 2001-yil qurilgan bahaybat uyini olishga muvaffaq bo'ldi. Hozir kalitlarini topshiramiz. Bu uyda zo'r xususiyatlaridan biri 1700 kelib turadigan yonida bir bedroom apartmentchasi bor. Bu mortgage to'lashga juda ham katta yordam beradi. Buni ustiga uy shuna kirib tayyor, yashashga tayyor turibdi. Blindlari hamma narsasi custom made qilingan. Va yana bitta zo'r tomoni orqasida basseyn ham bor. Xoslar bilan ulashaman, ketdik. Uyimizning narxini qancha deb o'ylaysizlar? 1.230 mingga oldik. 20 ming arzoni bilan. Огородlari ham dahshat qilingan, paverlari zo'r qo'yilgan. 6 fitlik basseynlari bor. Bu yerda ish qurollar qo'yadigan shed, mana bunaqa ajoyib archalar Bahri denizida ochadi. Biz buni qanday qilib olishga muvaffaq bo'ldik? Biz birinchilardan bo'lib keldik. Ikkinchidan bizni Staten Islandda kompaniyamiz reputatsiyasi juda ham baland. Bu ham uyda bozorlashayotganingizda juda katta yordam beradi. Agar siz ham uy qarab yurgan bo'lsangizlar, New Jersey, Staten Island, Brooklyn, даже Long Islandda, Nassau County'da bo'lsa ham bizga telefon qilinglar. Biz chin dildan qarashamiz, kerak bo'lsa mortgage'larni ham qilib beramiz. Ishlarga omad. Yozda bo'yinga erta bahornikida, yoningdan o'taman ataylab ate, yuzing rang-ro'yi qirmizi olmanikida, yoningdan o'taman ataylab ate, qora ko'zlaring surma surmade, ko'chalarida yurma yurmade.